Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men Yakubova Nargiza Rustamovna, Renessans ta'lim universiteti sport faoliyati kafedrasi katta o'qituvchisiman. Men bugun sizlarga sportda tibbiy reabilitologiya fanidan sportchilarning normal va patologik davrlarda endokrin sistema xususiyatlari haqida ma'ruza o'qib bermoqchiman. Ma'ruza rejasi: endokrin tizim. Sportchilarda normal holatlarda endokrin tizim, sportchilarda patologik holatlarda ro'y beradigan endokrin tizim xususiyatlari haqida so'z boradi. Endokrin tizimi bu gormonlar ishlab chiqarish uchun javob beradigan murakkab va juda muhim mexanizm bo'lib, organizmdagi deyarli barcha jarayonlarni tartibga soladi. Moddalar almashinuvidan kayfiyatgacha, o'sishdan reproduktiv funksiyalargacha gormonlar uyg'un ishlaganda biz o'zimizni kuchli, muvozanatli his qilamiz. Vaznimiz va ishtahamiz barqaror, uyqu normal, hazm sikli esa muntazamdir. Ammo bu nozik tizimda ish buzilishi ro'y bersa, bu o'z-o'zini his qilishga har xil tarzda ta'sir qilishi mumkin. Endokrin kasalliklar nima? Endokrin kasalliklar bu bir yoki bir necha gormonlarning ishlab chiqarilishini buziladigan holatlardir. Sabablari har xil bo'lishi mumkin. Autoimmun jarayonlardan irsiyatgacha, surunkali stresslardan o'smirlargacha, ammo mohiyati bir xil. Organizm juda ko'p gormon ishlab chiqaradi yoki juda kam va bu muvozanatning buzilishiga olib keladi. Gormonlar maxsus organlar, ichki sekretsiya bezlarida ishlab chiqariladi. Ular qalqonsimon bez, oshqozon osti bezi, buyrak usti bezlari, gipofiz, ayollarda tuxumdonlar va erkaklarda tuxumdonlarga kiradi. Ushbu bezlarning har biri o'z roli o'ynaydi va ulardan har qanday birining ish faoliyatidagi buzilishi odamning umumiy holatiga ta'sir qilishi mumkin. Qalqonsimon bez endokrin tizimning eng sezgir organlaridan biri. Uning vazifasi moddalar almashinuvi, energiya, yurak, asab tizimining ishiga javob beradigan gormonlarni ishlab chiqarishdir. Qalqonsimon bez noto'g'ri ishlaganda bu o'z-o'zini his qilishga tez va sezilarli ta'sir qiladi. Eng ko'p uchraydigan kasalliklar orasida hipotireoz bor. Bunda qalqonsimon bez yetarli gormon ishlab chiqarmaydi. Hipotireoz bo'lgan odamlar ko'pincha sustlik, sovuqqa chidamsizlik, vazn ortishi, terining quruqlashishi, xotiraning zaiflashishi va hayz siklining buzilishidan shikoyat qiladilar. Bu holatlar umrbod kuzatuv va davolanishni talab qiladi, lekin to'g'ri terapiya bilan hayot sifati to'liq tiklanadi. Autoimmun endokrin kasalliklar. Autoimmun jarayonlar bu immun tizimi noto'g'ri o'z organlariga hujum qilganida. Endokrin tizim kontekstida bu ko'pincha qalqonsimon bez, Hashimoto kasalligi, Grevis kasalligi yoki oshqozon osti bezi birinchi turdagi qandli diabetda bo'ladi. Bu holatlar sekin rivojlanadi, ko'pincha sezilmaydi, lekin butun organizm ishida jiddiy buzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ularni to'liq davolab bo'lmaydi, lekin nazorat qilish mumkin. Bemor tashxis bilan yolg'iz qolmasligi juda muhimdir. Qo'llab-quvvatlash, tushunish va shifokorning malakali hamkorligi autoimmun kasalliklar bilan yashashdagi asosiy omil sifatida xizmat qiladi. Bizni motivatsiyamiz juda ham zarur hisoblanadi. Normal fiziologik holatlarda endokrin tizimi. Sport bilan muntazam shug'ullanuvchilarda endokrin tizimi quyidagi jihatlar bilan tavsiflanadi. Birinchisi, moslashuv, adaptatsiya davri, jismoniy yuklamalar va ta'sirida gormonlar ishlab chiqarishi muvozanatlanadi, gomeostoz saqlanadi. Ikkinchisi, asosiy gormonlarning o'zgarishi, adrenalin va noradrenalin mashq vaqtida ortadi, yurak urishi, qon aylanishi tezlashadi,
Kortizol energiya ajralishini oshiradi. Testosteron mushak massasini oshiradi. Insulin glyukoza, fruktoza boshqaradi. Somatoskop gormonlar tiklanish va osoyishtada muhim. Energiya almashinuvi uglevod, yog' va oqsil almashinuvi samarali ishlaydi. Mashq paytida energiya tez safarbar qilinadi. Tiklanish jarayoni gormonlar mushaklarning funksiyalash va regeneratsiyalashni tezlashtiradi. Patologik holatlar endokrin tizimida. Sportchilarda noto'g'ri yuklama, ortiqcha mashqlar yoki boshqa omillar tufayli endokrin tizimi buzilishi mumkin. Gormonal disbalans. Kortizol haddan tashqari oshib ketadi. Katabolizm kuchayadi. Testosteron kamayadi. Mushaklar yo'qolishi kuchli pasayadi. Yo'qotilishi ozib ketadi. Insulin sezgirligi buzilishi mumkin. Ikkinchisi, Avertlarning sindromi. Surunkali charchoq, uyqu buzilishi, gormonlarning sekretsiyalarining izdan chiqishi. Uchinchisi, endokrin kasalliklar. Gipotireoz, metabolizm sekinlashadi. Gipertireoz, yurak urishi tezlashadi, vazn yo'qotiladi. Qandli diabet, energiya ta'minoti yomonlashadi. Reproduktiv tizimning ta'siri. Erkaklarda testosteron pasayadi, ayollarda hayz sikli buziladi. Beshinchisi, immunitet pasayadi. Kortizol yuqoriligi sabab organizmning energiyaga moyilligi oshadi. E'tiboringiz uchun rahmat, hurmatli talabalar. Qo'shimcha ma'lumotlarni Renessans ta'lim universiteti kutubxonasidan olishingiz mumkin.